yaxshilab qaranglarchi, o'lganmikan? Xo'p, bo'lar. Nafas olyapti, 100% o'lgan. Ish qilib ayyorlik qilmayaptimi? O'lgan. O'lgan. Ketdik unda. Yo'q, bermaydi. Xotinim telefon qilyapti. Ha, xotin. Ha, urishdamanmi? Ya urushda nima qiladi? Urushadi-da, xotin nima deganing u? Ya o'ynab yuribmanmi men? O'ynab yuribman. Nima ishonmaysan? Qiziq ekan. Hozir mana gapirib yuboringlar. Ha, yanga. Ha, gapiring, normalniy gap. Ha, keling, xavotir olmang, yeringiz urishda. Bo'ldimi? Ishondingmi endi? Ha, qaytaman onasini emas, shu urushdan omon qaytsam qaytaman. Bo'ldi, o'ldiravringlar onasini. Ahmoqsan-da, ahmoq. Shu 5 minut telefonni ko'tarmaganingda o'lgan deb o'ylab biz ketyaptik, ha? Ha? Hozir telefonni ko'tarmasam, xotinim meni o'ldirardi. Xotinni qo'lida o'lgandan ko'ra, nemis qo'lida o'lgani ma'qulmi? Ha, otinglar. Yada otma, mana yerdan ot, nasmert o'lay. Peshanadanmi? Ha, mana shu yerdan ot. Ay!